Xudoga shukr. Nevara qizlarim bir-biridan chiroyli, bir-biridan aqlli. Ha, unda o'zlarini ham bir ko'raylikchi chaqir. Hop. Salimaxon! Voy Salimaxon! Labbay buvijon. So'yapti. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ha, bu qizing nechinchi klassni bitirdi? Ha, buni bu yil institutni tamomladi. Qiz emas bu. Misoli gulg'uncha. Boshqasini chaqir. Voy, sizga yoqmadimi? Boshqasini chaqir deyapti-yu, chaqiring. Nazira! Ha, Nazira! Cho'yibdi. Choy. Namuncha ko'p choy ichadi bular? Menga qara ularga choy etib bermadingmi? Olib bordim, yoqmadi shekilli. Yo'qmaydi-da, kirinlar shirillatib suv etib berganingdan keyin. Granulli filtr suvlardan olayotgan-ku biza. Agar o'shani namlanganingda men hozir ovora bo'lmasdim. U filtr suvni tozalab yumshoq qilib beradi. Agar ana shu filtr suvdan choy damlasang, odamlarning tomog'idan qilt qilib tomog'idan yutib ketadi. Uzr, esimdan chiqib qopti-da. Shunga yoqmadi shekilli. Sakkizi zo'r bitirdi. Qo'lidan telefon qo'liga tushmaydi. Shu bilan o'qimayman deb turib oldi-da. Shu nevara qizingni o'zim kelin qilaman. Bu yog'iga o'qishni dashishni qilmay qo'yib qol. Meni maktabimda o'qiydi. Uylaring ganon filtr suvlardan bormi? Yo'q, nima u? Voy anqo, o'zi aytib filtr suv deb. Xotin, zatrga qo'shib yeysiz.